Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, Assalom Buxoro ko'rsatuvi muxlislari. Yana bir go'zal tongda siz azizlar bilan diydor ko'rishib turganimizdan benihoya shodmiz, xursandmiz. Demak, azizlar, qarshi oling Assalom Buxoro ko'rsatuvi chorshanba dasturi ijodkorlari bugun sizlar uchun ajoyib va mazmunli dasturni hozirlashgan. Yozning 3-kunidamiz, azizlar. Haftaning ham 3-kuni. Yoz hafta avvalidan, birinchi sanasidan boshlab chin ma'noda yozligini ko'rsatishni boshladi. Havo harorati anchagina issiq va bunda esa sizga sog'ligingizga bee'tibor bo'lmaysiz degan umiddamiz. Albatta, chunki sizning sog'ligingiz biz uchun muhim, salomatlik bo'lsagina har qanday o'sha dasturlarni tomosha qilishga ham hafsala topamiz, kayfiyatimiz ko'tarinki bo'ladi va qolaversa, kun davomida kayfiyatimiz yaxshilanadi. Demak, azizlar, dasturimizdan bir-biridan go'zal sahifalar, o'rin olgan ajoyib, manfaatli suhbatlar bor. Bizni kuzatishda davom eting, Buxoro telekanalida qoling va albatta dasturimizning dastlabki 3-iyun 3-iyun sanasi haftaning 3-kuni va qadrli teletomoshabinlar, yaxshi kayfiyatda dasturimizni davom ettiramiz. Demak, dasturimizning navbatdagi mehmoni bilan tanishing. Bugungi suhbat albatta siz uchun manfaatli bo'ladi. Ilohiy Nur klinikasi rahbari, tabiba doktor Shohida Sattorova bo'ladilar. Shohida opa, studiyamizda xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar qanaqa, Shohida opa? Juda ham a'lo. Ko'rinib turibdi. O'zi shifokorlar, o'qituvchilar va yana san'at vakillarini doimo studiyamizga taklif etsak, ularni ilk ko'rgandan bizni ham kayfiyatimiz ko'tarildi. Shunaqa bir kayfiyatli inson bo'lishadi. Chunki men insonlarni manfaati uchun juda ham ko'p oldimga maqsad qo'yganman. Shu oldida intilib, Allohga shukr, hozir ana shu dargohga meni chaqirdilar. Juda ham xursandman. Chunki bu xalqimiz manfaatiga juda, sog'lik uchun birinchi o'rinda, hamma narsadan birinchi o'rinda sog'lik turadi. Sog'lik, keyin boylik, boshqa narsa. Shuning uchun men hozir shu sog'lik bo'yicha gapirmoqchiman. Albatta. Aynan shuning uchun sizni taklif etganmiz, chunki sog' tanda sog'lom aql deydi. Agar biz salomat bo'lsakgina, agar tanimizda biror bir dard bo'lmasagina, fikrlashimiz ham yaxshi bo'ladi yoki biror bir oldimizga qo'ygan rejani bajarishimiz ham, kun davomidagi kayfiyatimiz ham aynan shunga bog'liq bo'ladi, to'g'rimi? Endi inson tanasini doimo salomat bo'lishi nimalarga bog'liq, nimalarga ahamiyat berishimiz kerak? Birinchi o'rinda hayotda hozir ko'pchilik texnologiya rivojlanib ketgan, kam harakatsizlik. O'tirgan joyda televizor pultga, kir mashinada, qo'lda kir yuvilmaydi, bir qadam mashinada, taksida yuradi. Nimada hamma narsa yengillashib ketdi, insonning tanasida harakatsizlik kamaydi. Masalan, kreslada o'tiradi, ko'p telefonga boqishadi. Harakatsizlik ko'paydi deng. Harakatsizlik ko'payib ketdi. O'shaning evaziga tanada qon aylan sirkulyatsiyasi yaxshi bo'lmay qoldi. Yaxshi o'shanda organizmda o'tirganda kam harakatlikdan ichki organlar bloklanib qoladi. Ya'ni ichaklar bir-biriga yopishib, o'tqob yaxshi ishlamaydi, kerakli hujayralar tagiga kislorod yetib bormaydi. Ya'ni aynan o'sha bo'g'imlar, suyaklar qondan rag'batlanmagandan keyin barcha kasalliklar o'sha qonning quyilishidan, kerak kislorodga qon yetib bormaganligidan kelib chiqadi. Shuning uchun buni nima desam, tabiiy muolajalar bilan davolashimiz kerak. Ya'ni ana shu qadim zamondan o'sha Alloh yaratgan mo'jizaviy zuluk muolajalari, hijoma muolajalari bilan, ya'ni tanadagi qonni tozalab tursak, hech qachon inson tanasida kasallik bo'lmaydi. Bu siz aytayotgan mavzu juda ham qiziqarli mavzu va ko'pchilik yurtdoshlarimiz aynan mana shunday tabiiy muolajalarni olishga harakat qilishadi va uni samarasini ko'ryapmiz degan holatlarga ham ko'p guvoh bo'lamiz. Siz mana mutaxassis sifatida ayta olasizmi? Aynan mana shu tabiiy muolajalarni samarasi qanchalik yaxshi inson organizmi uchun? Buni har bir bemorni o'ziga qarab, qayerda qanaqa og'rig'iga qarab muolajani o'sha to'g'ri tashxis qo'yib turib, uni to'g'ri nuqtalarga qo'ysak agar, juda ham samarasi juda ham yaxshi. Masalan, ko'p joyda ham zulukni davolaydilar, lekin to'g'ri nuqtalarga qo'yilmaydi. To'g'ri nuqtalarga vazn bo'yicha qo'yganda zulukning 1000 dardga davo.
ya'ni uning tarkibidagi 118 xil ferment hali bironta farmatsevtika olim ulamolar aqli yetmagan fermentlar borligi uchun ham bu meditsinaga kiritildi. O'shaning uchun to'g'ri nuqtalarga qo'yganda, organizmga to'g'ri muolaja qilganda juda ham zo'r natija beradi. Demak, siz aytayotgan o'sha tabiiy muolajalarni olmaydigan vaziyatlar va holatlar ham bormi? Ya'ni qanday kasallarga yoki mumkin emas. kasali borlarga bunday muolajalar tavsiya qilinmaydi? Endi qarang, birinchi o'rinda zudlikning nima nojo'ya ta'siri yo'q. Lekin baribir bir xil og'ir kamqonligida og'ir kasalliklar borgan onkologik og'ir turda qo'yish mumkin emas. Ya'ni biz o'sha borganlarida biz o'sha mutaxassislar bilan gaplashib, nima qilib, doktordan o'tib, ya'ni bizga muolaja qilganda biz o'shanga qarab muolajani to'g'ri nuqtalarga qo'yamiz. Demak, har bir ishda e'tibor va albatta birinchi o'rinda, chunki sog'lik bilan hazillashib bo'lmaydi, qon bilan o'ynashib bo'lmaydi. O'shaning uchun birinchi o'rinda tozalik, to'g'ri nuqtalarga qo'yish, o'sha to'g'ri muolaja qilish. Mana shu zuluk, hijoma orqali qanday kasalliklarga davo topish mumkin? Birinchi o'rinda davleniya, ya'ni qon bosim. Chunki hozir hammada shu muammo bo'lyapti. Hammada qon bosim bor. Hozir yoshlarda ham qon bosim bor. Chunki qon bosimni bu kasallik emas. Prosta organizmda o'sha qon quyilib qoladi-yu, kerakli hujayradagi kislorod qon yetib bormaydi, bo'g'imlar rag'batlanmaydi, organizm qotib qoladi. O'sha boshqarish sistemada tromb hosil bo'ladi-yu, ya'ni o'sha tromb hosil bo'ldimi, boshqa sistemasini urib tashlagandan keyin davleniya ko'tariladi, nima qilishini bilmay, qayerga borishini bilmay, nima qilganda u zo'riqishda kapillar tomir yorildimi, tamom insultga olib keladi. U o'sha kech bo'ladi. O'sha uchun bizda targ'ibot ishlarini olib borishimiz kerak. Yana xalqimiz o'sha nogironlikni oldini olib, kasallikni oldini olish uchun chem kasalni davolagandan uni oldini olganimiz yaxshi. Chunki o'sha profilaktika qilib, yana o'sha bemorlarni oldindan kasal bo'lmay turib, o'sha muolajalarni olib borsinlar. Yuqorida o'sha bir fikrni to'g'ri ilgari surdingiz. Jismoniy harakat bu har qanday dardni davolashda, uni oldini olishda yordam beradi. Bizning navbatdagi Shukrona sahifamizdagi otaxon ham aynan yillar davomida o'z mehnati orqali bugun xalqni nazarida yurgan insonlardan biri desak adashmaymiz.